Hammaga salom. Real Madrid haqida bir bitta fakt. Qani boshladik. Real Madrid 1902-yil 6-mart kuni tashkil etilgan. Klubning to'liq nomi Real Madrid Club de Futbol. Real so'zi ispan tilida qirollik degan ma'noni anglatadi. Real Madridning dastlabki formasi oq ko'ylak va qora shim edi. Klubning rasmiy stadioni Santiago Bernabeu va u 1947-yilda ochilgan. Real Madrid 15 marta UEFA Chempionlar Ligasi chempioni bo'lgan. Santiago Bernabeu stadioni 81044 tomoshabinga mo'ljallangan. Real Madrid El Clasico'da Barcelona bilan o'ynaydi va bu o'yin dunyodagi eng muhim futbol qarama-qarshiliklardan biri hisoblanadi. Real Madrid 36 marta La Liga chempionligini qo'lga kiritgan. Klubning eng ko'p gol urgan o'yinchisi Cristiano Ronaldo. Klub birinchi prezidenti Juan Padros bo'lgan. Real Madrid hech qachon Ispaniya La Ligasidan tushib ketmagan. 1955-yilda Real Madrid birinchi bo'lib FIFA tomonidan dunyoning eng yaxshi klubi deb tan olingan. Sport o'yinlari orqali onlayn daromad topishni xohlaysizmi? Bizning Sinov.uz Telegram kanalimizda siz aynan shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Kanalimizda tayyor stavkalar doimiy ravishda taqdim etiladi. Bu orqali siz osongina daromad olishingiz mumkin. Video ostidagi manzil orqali hoziroq o'tib, kanalga obuna bo'ling va onlayn pul ishlashni bugundan boshlang. Klubning asosiy derbisi Atletico Madridga qarshi o'ynaladi. Real Madrid tarixidagi eng qimmat transfer Eden Hazard va u Burger King laqabiga ega. Klubning eng yirik g'alabasi 11-1 hisobida bo'lib, 1943-yilda Barselona ustidan qozonilgan. Klubning rasmiy ramzi qirollik tojiga ega. Real Madridning ilk chempionlik sovrini 1905-yilda Ispaniya kubogi bo'lgan. Rudiger o'zgacha gol nishonlaydi. Real Madrid o'z tarixida 23 marta Ispaniya kubogini qo'lga kiritgan. Klub 7 marta FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionatida g'olib bo'lgan. Bu rekord hisoblanadi. Real Madridning muxlislari o'zlarini Madridistas deb atashadi. Klub tarixidagi birinchi Chempionlar Ligasi sovrini 1956-yilda qo'lga kiritilgan. Real Madrid Chempionlar Ligasi tarixidagi eng ko'p finalda g'alaba qozongan klub. Chempionlar Ligasidagi g'alabadan so'ng Rudiger Modricni yelkasiga ko'tarib olgan. 2017-yilda Ronaldo 17 ta gol urib, Chempionlar Ligasining bir mavsumdagi eng ko'p gol rekordini o'rnatgan. Real Madrid va Barselona o'rtasidagi birinchi rasmiy o'yin 1902-yilda bo'lib o'tgan. 2000-yilda Real Madrid FIFA tomonidan 20-asrning eng yaxshi futbol klubi deb e'lon qilingan. Atleticoga qarshi o'yinda Ronaldo hat-trick qayd etib, Simeone'ga ajoyib javob berdi. Real Madrid o'zining kambeklari bilan mashhur. Real Madridning birinchi rasmiy murabbiyi Artur Jonson edi. 2011-yilda klub stadioniga 75 million yevro mablag' sarflangan. Alfredo Di Stefano Real Madrid tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri hisoblanadi va klub uchun 216 ta gol urgan. Santiago Bernabeu stadioni Real Madridning uzoq muddatli prezidenti nomi bilan atalgan. 2014-yilda Real Madrid Chempionlar Ligasida 10 marta g'olib chiqib, La Decimani qo'lga kiritdi. Mashg'ulot paytida Casillas darvoza yonida uxlab qolgan. Klub o'z tarixida 20 marta Ispaniya Super Kubogida g'olib bo'lgan. Zinedine Zidane Real Madrid safida ham futbolchi, ham murabbiy sifatida Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgan. Bel mashg'ulotlarga gol sababli kech qolgan. Klub 1950-yilda 5 yulduzli futbolchilarni jalb qilishni boshlagan va bu davr Galacticos deb nomlanadi. Raul 741 o'yin bilan Real Madrid safidagi eng ko'p maydonga tushgan futbolchi hisoblanadi. 2016-18-yillarda Real Madrid ketma-ket 3 marta Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan. Klub 2024-yilda o'z tarixidagi 15-UEFA Chempionlar Ligasi finaliga chiqdi. Real Madridning eng katta mag'lubiyati 1930-yilda Espanyolga qarshi 8-1 hisobda qayd etilgan. Zidane 2006-yil Jahon chempionati finalida Materazziga bosh bilan zarba bergan. Rudiger o'yindan keyin Modricning ko'kragini qisib qo'ygan. 2017-yilda oltin to'pni Cristiano yutganida deb baqirgan va bu trendga aylanib ketgan. Real Madrid kanali o'z o'yinlarini butun dunyoga translyatsiya qiladi. Carlo Ancelotti qo'shini ko'targan o'yinda Real comeback qilgan. Real Madrid 1950-yillarda qatorasiga 5 marta Chempionlar Ligasida yutgan yagona klubdir. Real Madrid asosan qarshi hujum taktikasida o'ynaydi. Alfredo Di Stefano Real Madrid safida 8 marta La Liga g'olibi bo'lgan. Kroos har o'yindan so'ng butsalarini yuvadi. Klubning yillik daromadi 800 million yevrodan oshadi. Bu uni dunyodagi eng boy klublardan biriga aylantiradi. 2014-yilda Chempionlar Ligasi finalida Atletico Madrid ustidan qo'lga kiritilgan g'alaba tarixga La Decima sifatida kirdi. Santiago Bernabeu stadioni FIFA tomonidan dunyodagi eng muhim sport inshootlaridan biri deb e'lon qilingan. Ramos 2018-yilda Chempionlar Ligasida g'alaba nishonlash vaqtida qo'lidagi kubok bilan yiqilib tushgan. Klub Chempionlar Ligasida bir mavsumda eng ko'p g'alaba qozonish bo'yicha rekord o'rnatgan. Klubning rasmiy do'koni Madridista Shop deb ataladi va dunyoning turli burchaklarida joylashgan. Vinicius mashg'ulot vaqtida telefonini yo'qotib qo'ygan. Benzema El Clasico
Klasikoda Gavining ketiga urgan. Real Madrid birinchi bo'lib o'z futbolchisining nomini forma orqasiga yozgan. Ronaldo o'yindan keyin mikrofonga deb baqirgan. 2017-yilda Real Madrid Chempionlar Ligasining bir mavsumida 100 tadan ortiq gol urgan yagona jamoa bo'ldi. Real Madridning eng tez gol urgan futbolchisi Luka Modric bo'lib, 10 soniyada gol kiritgan. Klubning eng uzun mag'lubiyatsiz seriyasi 40 ta o'yinni tashkil etadi. Florentino Perez klubning eng taniqli prezidenti bo'lib, u Galacticos davrini yaratgan. Ronaldo Real Madrid safida 4 marta oltin to'p mukofotini qo'lga kiritgan. Ancelotti Kamavingani darvozadan boshqa hamma joyda o'ynatib ko'rgan. Klubning yoshlar akademiyasi La Fabrica dunyodagi eng kuchli akademiyalardan biri hisoblanadi. Azar Realga kelganida Burger Kingni sog'inganini aytgan. Kurtuaning bo'yi balandligi uchun maxsus o'rindiq tayyorlangan. Klubning eski stadioni Chamartin deb atalgan. Ancelotti Real Madridni 2 marta boshqargan. Real Madrid safida o'zbek futbolchisi o'ynamagan. Klub bir mavsumda 121 ta gol urgan. Real Madridning eng ko'p dubl qilgan o'yinchisi Cristiano hisoblanadi. Sergio Ramos anjuman vaqtida mikrofonni o'g'irlab ketgan. Klub rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, klub dunyo bo'ylab 500 milliondan ortiq muxlisga ega. 2002-yilda Real Madrid UEFA tomonidan eng yaxshi klub unvoniga sazovor bo'lgan. Luka Modric 2018-yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan. Real Madridning eng ko'p o'yinda qatnashgan xorijlik futbolchisi Marcelo. Real Madridning muxlislari guruhi Ultra Sur deb ataladi. Rudigerning maxsus yugurish uslubi bor. Gol nishonlash esa alohida san'at. Klub tarixida birinchi marta qora forma 2014-yilda kiyilgan. O'yin vaqtida Alaba Kamavingaga hazillashib shapaloq urib yuborgan. Klub 2022-yilda Nike emas, Adidas bilan homiylik shartnomasini yangiladi. Klubning eng ko'p kartochka olgan futbolchisi Sergio Ramos. Real Madrid tarixidagi eng yosh futbolchi Raul. Klubning stadionida muzey mavjud bo'lib, har yili millionlab turistlar tashrif buyuradi. El Clasiconi yutgandan so'ng Rudiger maxsus raqsga tushib bergan. Real Madridning rasmiy madhiyasini Domingo ijro etgan. Gareth Bale Real Madridga rekord transfer bilan kelgan. Ronaldo Juventusga qarshi o'yinda akrobatik gol urgan. Karim Benzema 2021-yilda klub sardori bo'lgan. Real Madridning laqabi qaymoq ranglilar hisoblanadi. Klub dunyoning eng boy klublaridan biri hisoblanadi. Real Madrid har doim futbol tarixidagi eng ko'p sovrin yutgan klub bo'lib qolmoqda. Real Madrid sun'iy intellekt natijasiga ko'ra dunyoning eng yaxshi komandasi. Do'stlar, videomiz sizlarga yoqdimi? Agarda yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan 101 Fakt kanali bo'ldi.